Assalomu alaykum. Islom Chizning obunachilari, bugun Xudo xolasa 26-yanvar eng bir chiroyli narsaga qo'l urdik. Bu narsa gullarimizdagi o'nib o'sib turgan ba'zi bir blogerlarga o'rnak bo'lsin degan asosida. Bu reklamani o'tirib vermanglar. Bunda reklama emas, bu oxiratdan reklamasi to'g'risi. Kuzatishda davom etinglar. Ketdik ukalar. Ketdik. Yursalar edi, chora topilar har dardga shaksiz. Rasululloh bo'lsalar edi, holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar edi, chora topilar har dardga shaksiz. Mana bugun 26-yanvar Islom Chizda haqiqiy bayram desak ham bo'ladi. Uka, Alloh rozi bo'lsin ishlaringdan. Rahmat. Xudoyim bu narsani har juma tashkillashtiramiz. Yana bir narsani aytib o'tayim. Bu yerga kelib chizgan odam qaysi bo'lsam, ehsonga qilsangiz bar bo'ladi. Обязательно har juma. Lekin hammasini videoga chiqarishga to'g'risi ruxsat berganini chiqaramiz. Salomat bo'ling. Ketdikmi? Ketdik. Yuzlariga yuzimiz qo'yib quchoqlasak, Hep qisqa. Ana bayram. bo'lsalar edi, sunnatlarin bajarib. Bu endi bu video murojaat desam ham bo'ladi. Hozir Islom Chizdamiz. Islombek ukamiz bugun bir zo'r savob ishga qo'l urdi. Ukam chunki menga kecha murojaat etib chiqdi. Mana shunday bir reklama asosida bizlar bu videoni o'tirib vermanglar birinchi navbatda, chunki bu reklama emas, boshqa narsa emas. Bu ayrim bir ko'chamizdagi, gullarimizdagi bir 50 dona blogerga yaqin bo'libmiz. Shularga bu o'rnak bo'lsin deb shunday bir videoni ishlashga men qo'yishga majbur. Ro'za oyida ehsonning mukofoti ehsondir deydi. Hammangizdan shunday bir chiroyli bir oilada kutib olib, hamma narsasini taxlab zo'r etib men Islombek deydi. Ko'rsatib berishlaringizni so'rab qolaman. Salomat bo'ling. Bir dona like bosib qo'ying. Islom Chiz zo'r. Zo'rmi? Ullaysam nima bo'lasan? Doktor. Doktor. Islom Chiz. Islom Chiz zo'r. Mazlum aka? Ava. Ketdi, zo'r oldimi? Ha, Islom Chiz zo'rmi aka? Молодец. Ana bugungi loyihamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. 24 soat davomida bugun Xudo xolasa Islombek bilan 26-yanvar esda qaroqli kun bo'ldi aka. Rahmat. Ko'p narsa almashib ketdi. Shu bolalarni Xudo xolasa kelajagini bir ko'rib, bir qo'zg'alib o'tirish nasib etsin. Salomat bo'linglar. Hammangizni Islom Chizda kutib qolaman. Edi ishratgoh joylar, Rasululloh bo'lsalar edi. Qani, omiyatingni. Shafaqatimizni baxtiyat qilayotgan, ishlari umuman bo'layotgan. Shu bog'larimiz shuncha qilib etgan ihsonlarni Allohim dargohida qabul etgay Xudoyim. Bir ne'matini bergay Xudoyim. Bog'lar rohatini ko'rsin. Qo'shqari bilan qo'sha qarab Xudoyim sog' salomat yursin. Shunday elimizning duosini olishda charchamasin Xudoyim. Shu bog'larimizni mana shuncha qilib qondiribdi. Xudoyim o'rlarni to'ldirsin. Oilasina fayz barakasini bersin Xudoyim. İşlerine rivacını versin, sağlık, selametlik versin. Amin. Rahmet, Sağ ol,